Anomal issiq sabab bog'chalar yopilishi vaqtinchalik chorami yoki tizimga ogohlantirish. Bu yilgi yozgi jazirama sabab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy, Buxoro, Surxondaryo va Toshkent viloyatidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalari noma'lum muddatga yopildi. Bu qarorga Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu qaror respublika bo'ylab emas, balki har bir hududdagi ob-havo sharoiti hamda sanitariya epidemiologik xulosalar asosida qabul qilinmoqda deya izoh berdi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Agar iqlim yildan yilga isishda davom etsa, tizim har yili shunday favqulodda qaror qabul qilaveradimi? Normal jamiyatlarda iqlim tizimga emas, balki tizim iqlimga moslashadi. Chunki bolaning ta'lim olishi bilan ota-onaning ish joyida xotirjam mehnat qilishi bir-biriga bevosita bog'liq. Texnologiyalar rivojlangan bugungi kunda anomal issiq sabab ta'lim muassasalarini yopish, balki ularni iqlim sharoitiga moslashtirish muhim emasmi? Issiq to'lqinlari faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon hisoblanadi. UNICEF ta'lim infratuzilmasini iqlimga chidamli qilish, zamonaviy sovutish va shamollatish tizimlarini joriy etish hamda bolalar uchun xavfsiz muhit yaratishni ustuvor yo'nalishlar sifatida qayd etadi. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim muassasalarini yopish qisqa muddatli chora bo'lishi mumkin, ammo bu muammoga yechim emas. Zamonaviy issiq va sovuqqa moslashgan ta'lim muassasalarini barpo etish, tizimni iqlim o'zgarishlariga tayyorlash vaqti kelmadimikan? Ushbu holatlarga tez orada Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi favqulodda emas, balki tizimli yechimlar beradi degan umiddamiz.